Biz 2024-yilda O'zbekistonda islom tinchlik va ezgulik dini mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazish haqidagi shaxsiy tashabbusingizni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Ushbu nufuzli tadbirni yuksak saviyada shakl etildi. O'z hissamizni qo'shishga tayyor ekanimizni bildiramiz. Ar-Rahman bu kabi xayrli va savobli ishlarda sizga hamisha madadkor bo'lsin. Muhtaram Prezident janoblari, sizning yuksak insonparvarlik tamoyillariga asoslangan oqilona rahbarligingiz ostida amalga oshirilayotgan xayrli islohotlar bugun nafaqat islom olamida, balki butun xalqaro maydonda keng aks sado berib, yuksak e'tirofga sazovor bo'lmoqda. Dunyo murakkab va tahlikali davrini boshidan kechirayotgan bugungi kunda oliy minbarlardan turib umuminsoniy g'oyalarni dadil ilgari surayotganligingiz chinakam ma'naviy jasoratdir, deyapti. Alloh taoloning marhamati va sizning xayriy harakatlaringiz tufayli biz islomshunos olimlar hozir O'zbekistonda kechayotgan tarixiy o'zgarishlarni bevosita guvohi bo'ldik. Siz boshlagan islohotlar butun islomiy ulamolarni muqaddas va umumiy bir maqsad yo'lida birlashtirgani uchun Yaratganga behisob shukrlar aytamiz. Zero muqaddas dinimiz bizni ezgulik yo'lida hamkorlikka chorlab, yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qiling. Gunoh va dushmanlik yo'lida hamkorlik qilmang. Moida surasi 2-oyat deb buyuradi. Muhtaram Prezident janobi oliylari, biz Alloh taolodan sizga kuch-quvvat va matonat ato etishini, umringizni baxt-saodatga to'ldirishini va barcha ishlaringizni ikki dunyoda xayru barakotli bilan muvaffaqiyatli qilishni so'rab duo qilamiz. Yurt taraqqiyoti, insoniyat farovonligi va birdamligi yo'lidagi barcha ezgu tashabbuslaringizda Parvardigor sizga madadkor bo'lsin va o'z panohida asrasin. Daryohida qabul qilsin ilohim. Hamisha o'z panohida saqlasin. Hali men ko'p o'qiyman, Xudo bersa o'lmay tursam o'qib chiqaman hammasini. Allohu akbar. Xudo yaxshi menga kitob bergan bolaga rahmat nazari bilan boqsin Alloh. Men bir ko'nglimdagi ishni topib kelibdi deb xursandman men Qobiljondan. Qobiljon meni biladi, men Qobiljonni bilaman. Yosh bolaligidan uyimizda o'sgan, mashada yurgan. Hamma yo'g'idan xabardorman. Yaxshi bola, yaxshi inson. Yaxshi bolaga umriga, rizqiga baraka bergin Alloh. Tanijoni sog' bo'lsin. Bu kitobni kimlar o'qishini bilib beribdi. Men kitobxon desa ham bo'ladi meni. Shunaqa yaxshi kitob, yaxshi so'zlarni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat nazari bilan boqsin Qobiljonga, umriga, rizqiga baraka bersin, tanijoni sog' bo'lsin. Xudoyim unga quloq solganlarni umriga umr qo'shilsin Parvardigor. Rahmat nazari bilan boqsin. Hammaga bizdan salom. Allohu akbar.